Ko'rinyaptimi aka ekran? Ha, ko'rinyapti. Qarang. Xo'p. Birinchi darsimizda bizda bozor haqida shunchaki tushunchalar bo'ldi. Masalan, nimada ishlaymiz, nimalarda savdo qilamiz, aynan qanday savdo qilamiz, keyin o'lchov birliklari, qanaqa hajmda savdo qilamiz. Shu hamma anular keltirib ko'rsatildi. Oxirida bilgan bo'lsangiz, tahlil turlari, ya'ni analiz qilish turlarini bo'lib o'tdik 3 taga. Birinchisi texnik analiz hisoblanadi, ya'ni bozorda o'sha grafik, biron bir mahsulotning narxini grafikiga qarab, har xil chiziqlar tortib yoki u yoq qarab, ya'ni analiz qilinadi. Bozor qaysi taraf ketadi? Taxmin emas, bu hammasi bilimli analiz qilinadi. Xo'p, endi bozor grafikini oladigan bo'lsak, bozorda grafikida hozir bozor grafigi mana men hozir realini ko'rsataman. TradingView degan sayt bor. Bu saytda biz o'sha bozorda grafikini kuzatib borishimiz mumkin. Narxlarda qanaqa o'syapti yoki kamayapti. Bu yerdan produkt bo'limiga kiradigan bo'lsak va super chart bo'limini ochamiz. Mana hozir bu yerda ko'rganimiz hozir masalan Apple kompaniyasini aksiyasi ekan. Bizga deylik valyutniy paralardan yevro USD kerak bo'ladi. Masalan, yevro USD narxi. Qayerdan ko'rsatadi bu grafikda? Grafikga kirishlarda hali hammasini keyin tushuntiraman. Faqat hozir prosta ko'rsak, mana grafikda e'tibor bergan bo'lsangiz, men hozir bu grafikni o'zgartiraman. Qarang, masalan, biz ko'pincha mana bunaqa narxlarni ko'rganmiz. Narx o'sishi, kamayishi. Lekin biz aynan biz mana tradingda, forexda ishlatadigan grafikimiz esa mana bunaqangi shamchalardan iborat. Ya'ni tanasi va soyasi bor mana. Narx o'sgan kamaganini boyagi chiziqli grafik bilan deyarli bir xil ko'rsatyapti. Nimaga aynan bu grafik tanlangan? Chunki bunda bozor haqida ma'lumot ko'proq. Ya'ni harakat qaysi tarafgaligini ba'zi payt bizga signal tarzida aytib ko'rsatib ketadigan xususiyatga ega. Aynan shuning uchun mana shuni tanlaganmiz. Xo'p, endi texnik tahlilga kiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib o'sha yapon shamlarini o'rganishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bu yerdagi har bitta cho'pakchalik mana shu harakatlarimizni yapon shamlari deb atar ekan. Ana endi bu yapon shamlari o'zi bozorda o'sha narxni o'sishi yo kamayishini ko'rsatuvchi o'sha belgichalar. Bu yapon shamlariga chuqur kiradigan bo'lsak, mana bu yerda rasmda ko'rsatib qo'ygan. Yashil shamcha bu yuqoriga ko'tariluvchi shamcha. Qizil shamcha bu pastga tushuvchi shamcha. Rangni muhim joyi yo'q bu yerda. Rangni masalan men bemalol o'zgartirib olishim mumkin nastroykadan. Boshqa rangga o'tkazdirib, masalan, qorani tushuvchi, oqni o'suvchi yo oqni tushuvchi, qora, uni farqi yo'q. Lekin qaysidir rang baribir tepaga, qaysidir rang pastga qarab harakatlanadi. Endi o'sha shamni to'liq ko'rinishi, bunda tanasi bor va soyasi bor. Soyasi deganda mana bu izi. Kichkina. Bu yerda idealniy yapon shami ko'rsatilganda, bu yerda yozib ketilgan. Mana shu yapon shamchasining eng uchki qismi, eng tepa qismi bizda maksimum deb ataladi. Ya'ni maksimum joyi, eng maksimum joychasi. Xo'p, o'sha yapon shamining eng tagi qismi esa bu minimum joyi deb ataladi. Xo'p, mana bu o'rta qismi bu bizda tana. Tana qismi hisoblanadi. Qizil shamchada ham xuddi shunday, tepa qismi maksimum, pastki qismi minimum. Bitta narsada farq qiladi bular. Ochilish va yopilishda. Ya'ni ochilish yopilish degandan keyin bitta shamcha ochilib qanchadir harakat qilib, ikkinchi shamcha ochilib, uchinchi shamcha ochilib o'shanaqa ketadi-da, ketma-ketlikda. Demak, ochilish yopilish joylari qizil bilan yashilda farq qiladi. Qanday? Yashil shamcha masalan mana bu tag qismidan ochiladi. Ko'ryapsizmi? Mana shu qismdan ochilinadi va yopilishi hozir uni ochilishlarini ham ko'rsataman. Men real bozorda ko'rsataman qanday ochilib yopilishini. Ya'ni paydo bo'ladi-da. Paydo bo'ladi-da, mana masalan mana bu qismda yopilgan bo'ladi. Mana bu dumchalar nima bizga qizig'i bor? Qanaqa narsa o'zi bu deydigan bo'lsak, bu dumchalar xuddi bir xaritaga o'xshaydi-da, izga o'xshaydi. Ya'ni bozor ochilgan, keyin pastroqqa tushgan, keyin teparoqqa ko'tarilgan, shu yerda o'ynab oxiri shu yerda yopilgan. U eng maksimum borgan joyi demak shu qism ekan, eng minimum borgan joyi shu qism ekan.
Aha. Qizil shamchani ham bitta aytib olay, keyin men sizga real bozordan ko'rsataman. Demak, qizil Aha. shamchada tepadan ochilib, pastdan yopiladi. Bu yerda salgina mana bu slaydda xatolik ketgan, tepani yopilish qilib qo'yibdi. Bu yerdan ochilib, pastda yopiladi. Endi logichniy o'ylab ko'rsak, mantiqiy o'ylab ko'rsak, narx rostdan ham ochilgan joyidan yuqorida yopilsa, u o'suvchi shamchada. Masalan, narx qarang, 10.000 da ochilib, 10.500 da yopilsa, bu qanaqa shamcha bo'ladi? Yashilmi, qizilmi? Mana qarang. Ochilgan narxidan, ya'ni boshlangan joydan teparoqda yopilyapti. Demak, bu o'suvchi-da. Yuqoriga qarab ko'tarilgan bo'ladi. Ha. Agarda masalan tasavvur qiling, 9.000 lik narxida yangi shamcha ochilib pastga qarab qulagan bo'lsa, demak u 8.000 qanchadirlarda yopilsa, demak bu tushuvchi shamcha bo'ladi. Xo'p, mana endi mana bozordan shamcha qanday ochilib yopilinadi ko'ramiz. Mana qarang, 1 daqiqalik vaqt mobaynida shamchalar ochilib yopilinadi. Mana hozir mana bu joyni ko'ryapsizmi? Ha, qizil. 0.55 sekund vaqti bor mana shu shamchani, mana yangi ochilgan shamcha. Mana. Ochildi. Qayerdan ochildi aka? Mana tag qismidan ochildi-da. Ha, tagidan ochildi. Ha, mana shu qismdan ochilib, endi pastga qarab qo'yapti. Hozir menga mana bu ro'yxatdan o'tib ol deyapti. Ya'ni saytni ro'yxatdan o'tib olishlik kerak. Bo'lmasam bizning ishimizni bu yerga tepadi. Yoki programmasiga kirib olamiz. Programmasi yaxshiroq. Hozir 1 daqiqa. Mana bu quyidagi shamcha hozir harakat. Bu yerda ranglar boshqacha, ko'rdingizmi? Ha, ha. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, shamcha hozir mana bu qismda yopildi-da, yangi shamcha ochildi. Ha. Yangi shamcha tepaga bitta ko'tarilib, yana pastga qarab ketyapti. O'sha ko'tarilgan paytida e'tibor bering, ana bu bo'lyapti. Nima deydi? Soya qoldirib ketyapti o'zidan. Mana soya qoldirdi. Mana pastga qarab ketyapti endi. Hozir buni kuzatamiz. Qanaqa 18 sekund vaqti bor ekan mana. 1 minutda yangi shamcha ochiladi. Har yangi minutda yangi shamcha ochilinadi. Hozir kuzatamiz. Bu qanaqa holatda qoladi? Ha, pastga qarab harakatlanyapti, to'g'rimi? Ha, qora shamchalar hozir bu qorasi boya qizil o'rnida yashil. Shunday. Mana hozir qarang, vaqti tugadi, yangi shamcha ochildi-da mana. Uni ham soyasi mana bu yerda shu yerdan bitta ko'tarilib tushdi. Mana endi bu o'suvchi shamcha bo'lib qoldi. Ya'ni yuqoriga ko'tarilyapti. Ya'ni quyidagicha ishlaydi-da bozor. Bitta shamcha mana bitta paydo bo'ldi shamcha. Keyingi shamcha yonidan paydo bo'ldi-da, u pastga qarab qo'yapti. Keyingi shamcha ochiladi, u tepaga qarab ketishi mumkin, xohlasa pastga, u endi bozorda o'zining narxiga bog'liq. Bu prosta bizda narx ifodalab beradi. Bilishimiz, tushunishimiz kerak bo'lgan joyi nima desak, mana shu shamchani maksimum joyi, minimum joyi, ochilish, yopilishini qayerdaligini bilib olsak bo'ldi. Tushundingiz aka? Ha. Endi bu ochilish, yopilishi har doim 1 minutmi desangiz, bu yerda vaqtlar bor. Biz tanlashligimiz mumkin. 1 minutlik vaqt tanlasak bo'ladi. 5 minutlik vaqt tanlasak bo'ladi. 30 minutlik, 1 soatlik, 4 soatlik. Bu nima degansak, o'sha vaqtlarni tanlasak, bozorda grafiki o'zgaradi. Mana e'tibor bering. 1 daqiqalik anavda grafik. Endi men 5 minutlikka o'tkazadigan bo'lsam, boshqacha grafik paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Lekin bitta narsani narxi bu. Ya'ni 5 minutlik shamchada bir dona shamcha paydo bo'lishligi uchun necha minut ketadi aka? 5 minut ketadi. 5 minut. Ha, 5 minut ichida 1 minutlik shamchadan u 5 ta shakllanib oladi. Lekin biz 5 minutlik time frame ga o'tkazganmiz, shuning uchun bitta shamcha paydo bo'ladi. Endi masalan 1 soatlik time frame tanlayman desa, mana tepa qismida time framelar bor. Hali bu saytni polni o'rgataman, noldan cho'tki qilib. 1 soatlikka olsam vashi boshqa grafik bo'ldi. Bu kattalashib ketdi endi, ko'rdingizmi? Ha. Bu degani mana shu
vaqtlarni men o'zgartirgan sarim bozorda o'sha kengayadi, ya'ni bozor kattalashadi. Chunki 1 soatda boshqacharoq ana bo'ladi, nima deydi, harakat ko'rinishi bo'ladi. Xuddi mana bunday degan gapda, mana xuddi bunday degan. 1 minutda biz bozorda zarralarigacha ko'ramiz, ichigacha kirib ketamiz. 1 soatlikda ko'rsak, u bitta nuqtachadek bo'lib ko'rinadi. Ya'ni yaqinlashtirish, uzoqlashtirish degandek gap. Demak, shamlarni tushunib oldik, ochilish yopilishini. Masalan, yashil shamcha yopilgandan keyin qayerdan yangi shamcha ochiladi, aka? Yopilgan joyidan ochiladi. Yopilgan joy tepa qismida yashil shamchani. Demak, keyingi ochilish ham shu yerdan bo'ladi. U rangi keyingisini harakatini bilmaymiz biz. Tepaga ketam, pastga ketam farqi yo'q. Qayerdan keyingisi ochilishini bilsak bo'ldi. Masalan, mana qizil shamchani yopilishi pastda bo'ladi. Demak, keyingi shamcha qayerdan ochiladi? Qizilligi pastdan. Pastdan ochiladi, ya'ni nariga shamcha. Xo'p, endi mana shu shamlarni qanday ochilib yopilishini tushundik. Bozorda bu narxini ko'rsatar ekan. Endi bizda mana bunaqa slaydimizda har xil shamchalarning rasmlari bor. Bular nimaga kerak desak, bular bizga bozorda bozor harakatini signalini beradi. Ya'ni oddiy shamcha ko'rsatdim sizga. Birinchisi mana bu juda oddiy shamcha. Bitta nima deydi? Odatdagi shamcha. Endi bozorda noodatiy shamlar borki, ular bizga signal beradi. Bozor qaysi tarafga ketishligini. Oldindan. Oldindan, to'ppa-to'g'ri. Mana masalan, birinchisini nomini yozib qo'yibdi aka, Doji deb yozib qo'yibdi. D-O-J-I, Doji. Va u shamchaga e'tibor beradigan bo'lsak, uni tana qismi juda qisqa va soya qismi uzun bo'ladi. Ko'z oldingizga keltira olasiz, tana qismi juda kichkina, soya qismi uzunroq bo'ladi. Bu Doji shamchasini bizga beradigan masalan signali qanaqa bo'ladi desak, mana bozorda yuqori qismida, ya'ni yuqori qismida paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sib ketayotgan bozorda, narx o'sib ketayotgan bozorda yuqori qismida paydo bo'lsa, bozorda pastga burilishi, ya'ni razvorot qilishini signalini beradi. Bu endi 100% mana shu bitta mana shunaqa paydo bo'lib qolsa bo'ldi, bozor pastga qarab ketar ekan deb umuman chalg'imaymiz. Bular shunchaki bitta sabab. Biz esa tradingda savdo qilishimiz uchun, savdoga kirishligimiz uchun eng kamida 3 ta sabab kerak bo'ladi. Qanaqa sabablar? Sabab ya'ni analiz paytida tasdiq bo'lish kerak. Nimadirda sotib olishlik uchun uni baribir o'sha tepaga ketishligini biz bilishimiz kerak-da. Bilishimiz uchun har xil analizlar qilamiz-ku. O'sha yerda 3 tadan kam bo'lmasligi kerak demoqchiman. Mana masalan bu bitta turdagi analizimiz hozircha. Masalan, doji hosil bo'lsa nima bo'lar ekan aka? Razvorot bo'lar ekan bozorda. Razvorot. Demak, bu razvorot paytida paydo bo'ladigan shamcha ekan. Buni misol qilib bozordan kuzatamiz, topamiz o'sha doji shamchasini. Aynan mana masalan, mana bu holatlarda o'sha shamchani kuzatishingiz mumkin. Mana e'tibor bering, mana bu shamcha. Ko'rdik. Soyasi uzun va tanasi kalta mana. Bu yerda rostdan ishlab beryapti. Mana tasavvur qiling, pastga qarab tushib kelayotdi. Doji hosil bo'lgandan keyin tepaga qarab ketdi. Mana endi yana bitta misol. Yuqoriga ko'tarilib ketayotdi. Aka, mana bu yerda yashil shamcha juda tepaga ko'tarilgandi. Nima hosil bo'ldi? Yana doji hosil bo'ldi. Doji hosil bo'lib, bozor pastga qarab harakatlanyapti. Ko'rdingizmi? Mana bitta misol uchun misolda sizga. Yana bitta mana misol. Mana o'rtada shamchalarga e'tibor beramiz. Bozor pastga qarab tushib kelayotdi. O'rtada yashil doji paydo bo'ldi mana. Kichkina. Xuddi shunday. Endi bozor qaysi taraf ketdi? Tepaga qarab ketdi. Bu demak, hali 100% degan narsa emas, shunchaki nima ekan aka bozorda? Bu bitta sabab ekan. Sabab. Hali mana birinchi darsda, mana bu ikkinchi dars deylik, ikkinchi darsda endi texnik tahlilga kirgan bo'lsak, bozorda endi bir dona sabab topdik. Ya'ni bozorda endi tushuna olamiz. Sal bo'lsa ham shunaqa shamchalarni ko'rib qolsak, bo'ldi, bu yoqdan bu yoqqa ketib qolish mumkin deb turib, biz ideya qila olamiz. Keyingi darsda yana bitta, keyingi darsda yana bitta, keyingi darsda yana bitta qo'shilib oxiri bitta mukammal analiz qilishni o'rganib olamiz. Tushundingiz-a? Menga daftar uchun kerak bo'ladimi yozib olgan aka? Aka, bunday qilingda, darsni tugagandan keyin videoni bitta boshqatdan ko'rib,
o'sha hamma aytilgan narsalarni yozib kerak. Masalan, mana shu svechalar yodlab, bozordan topib analiz qilasizda. Hammasi emas, kerakli so'zlarni yozishni kerakmi? Shunday aka, o'zingiz uchun yozasiz bo'ladi. Agar yozmasangiz ham videoni ko'rib tursangiz bo'ldi. Mana yana bitta misol ko'rsataman. Bozor pastga qarab qulab ketayotdi. O'rtada aka nima hosil bo'ldi? Yana bitta razvorot kichkina. Doji deyiladi. Soyasi uzun va tanasi juda kalta. Tanasi juda kichkina. Bu yuqoriga qarab bozorda harakatlantirdi. Mana sizga bitta analiz turiga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi qarang, bitta donasini chuqur o'rgatdim, qolganini unday qilmayman-da, tezda aytib ketaveraman. Ya'ni bu ham demak nima ekan, bu bozordagi hammasi nimadir qilishiga bozorda oldindan aytib beradigan svechalar ekan. Endi keyingisi marabozu deb nomlanadi. Marabozuni aka soyasi bo'lmaydi. Ya'ni soyasi shamcha. Bu soyasi bo'lmaydi nima degani? Ochiliboq o'sha ochilgan tomoniga qarab kuchli ketgan bo'ladi-da bu. U ya'ni pastga tepaga o'ynab turmaydi. Bitta masalan tepaga qarab yurib ketyaptim, dalshi tepaga ketadi. Pastga qarab yurib ketyaptim, dalshi pastga ketadi. Bundan nima ma'lumki, bu shamcha bizda qat'iyatli shamcha deyiladi. Aniq tepaga ketdimi, kuchli, ya'ni kuch tepaga bo'ladi. Agar qizil shamcha bo'lib shunaqa kuchli pastga oqib ketsa, bu degani kuchli oqish pastga bo'lyapti degani. Demak, harakat hali kuchli pastga. Masalan, bitta doji paydo bo'ldi-da, dojidan keyin yuqoriga qarab marabozu paydo bo'ldi. Siz nima qilasiz aka mana shu paytda? Bilmadim. Buy bitimini, ya'ni sotib olish bitimini olsak bo'ladi yoki bitimni ochishni hozircha qo'ymay turaylik. Ya'ni tepaga qarab kuchli razvorot boshlandi degani. Nimaga desak, birinchi o'rinda doji hosil bo'ldi, razvorot bo'ldi bozor. Nima qilishim kerakmi shunda? Ikkinchi o'rinda marabozu hosil bo'ldi. Bu degani tepaga qarab harakat kuchli. Prosta analiz paytida demak bozor yuqoriga yurish ehtimoli katta deb ayta olasiz-da. Shunday. Ana endi mana bu svechaga e'tibor beramiz. Engulfing deb nomlanar ekan. Engulfing nomi engulfing deyiladi. Bu svecha nima yordam beradi desangiz, bu yutib oluvchi svecha hisoblanadi. Yutib oluvchi. Ya'ni yutib oluvchi nima degansa, mana bitta yashil svechani keyingi qizil svecha to'liq qoplab qo'yadi. Ya'ni yutib olayotganga o'xshaydi. Qarang, kattaroq-ku. Bu o'sha qaysi tomonga yutib olsa, demak harakat qaysi tomonga bo'ladi? O'sha tomonga bo'ladi. Mana hozir qaysi svecha yutib olyapti? Qizil. Pastga qarab ketadi bozor. Xuddi shu anoni pastida teskarisini ko'rsatib qo'ygan. Qizil svechani yashil svecha yutib olyapti. Demak harakat tepaga bo'ladi. Bir tomonda chizig'i bo'lmasa-da, endi kichkina cho'pagi. Yo'q, chizig'i bo'lsa ham bo'laveradi aka. Bitta endi ko'rsatilmagan bo'laveradi u ham. Qolganlari mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan down up deb, ya'ni bu yerdagi mana shu qatordagi hammasi bozordan ko'rib qolsak pastga harakatlantirishdi belgisi ekan, pastga harakat borligini. Agarda biz mana bu qatordagi shamchalarni birgalikda ko'rib qolsak, bu qaysi tomonga ekan? Tepaga ko'tarilishligi mumkin ekan. Mana ko'rsatib qo'ygan. Eng muhimi doji bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, boshqa narsasi kerak emas. Qolganlarni shunday ko'rib, yodlab, bozordan ko'rib qolsak, misol uchun topib o'shani ishlatsak bo'ladi. Asosiy narsalarimizga o'tib olishligimiz kerak. Xo'p, dojini mana bozorda misol qilib ko'rsatyapti. Endi mana qarang, dojiga sal chuqurroq kiramiz aka. Bir dona doji paydo bo'lib qolsa, bu degani bozor pastga qarab yo tepaga qarab ketib qolmas ekan. Unga yana tasdiq kerak ekan. Ya'ni qarang, bu yerda hamma narsa isbotga taqalyapti. Ya'ni bozorning yuqori qismida doji hosil bo'lsa, bizga sirazi signal keladiki, bu pastga qarab harakat boshlanadi degani. Va undan keyingi, ya'ni dojidan keyingi shamcha ham agar pastga qarab harakatlansa, bunda aniq pastga ketadi degani. Tushundingiz-a? Ya'ni dojidan keyin tepaga qarab yana bitta svecha ketib qolsa, bu bizga nima deydi? Ishlamaydi, kerak emas bo'ladi. Agar uni tasdig'i bu bo'ladi. Endi mana masalan, bu yoqda pastga tushib keluvchi bozorda doji hosil bo'lsa, biz tepaga ketishini taxmin qilib turamiz. Undan keyingi svecha ham yana tepaga qarab yashil bo'ladigan bo'lsa, o'zi fikrimiz aniq. Tepaga ketishi ehtimoli juda katta bo'ladi.
Ha, katta. Lekin 100% aniq emas, ha? Yo'q, bozorda hech narsa 100% emas aka. Hamma narsaga riskka amal qilib shoshmasdan ishlansa, xato qilinmaydi, bo'ldi. Undan bo'lmaydi. Ha, riski nimasi endi? U keyingi darslarimizda bor, ya'ni balansingizga pul solganingizdan keyin o'sha pulni yo'qotib qo'ymasdan turib savdo qilish. Ya'ni hammasi hisob-kitob bilan qilinadi. Minus qilsangiz ham hisob-kitob bilan, plyus qilsangiz ham hisob-kitob bilan. Ha, u bilib turib qilinadimi bozori yo tavakkal qilib qilinadimi? Yo'q, tavakkal qilinmaydi, bilib turib, bilimga asoslanib. Endi bilimga asoslanib ham savdoga kirganimizda xato qilib qo'yishimiz mumkin-ku. Ha, ha. Masalan, minus bo'lib qolsa ham, minus bu balansimizni yo'qotdik degani emas-da. Masalan, $500 pul solsak, $500 bo'ldi, ketdi degani emas. Bo'lsa, $30 minus bo'ladi, $80 plyus qilishimiz kerak. O'sha o'zini formulalari bor. O'shanda har doim o'shanga amal qilinsa, odam doim plyusda bo'ladi. Ha, tushundim. Ha, ha. Endi mana bu yerda Marabozuga misollar ko'rsatgan mana. Soyasi deyarli yo'q bo'lgan svechalar e'tibor bersangiz, qat'iy o'sha tomonga ketgan mana. Yashil svechalar, to'liq svechalar yuqoriga qarab ketyapti. Agar pastga qarab to'liq svecha tushib qolsa, pastga qarab oqyapti bozor. Ha, ha. Ya'ni Marabozu degani o'sha oqim degani, napor degani-da. Ha. Ana endi bozordan qarshilik va qo'llab-quvvatlash darajalarini o'rganamiz. Ya'ni bozorda grafikida bizda ruschani ham tushunasiz aka? Ozmoz, ha, tushunaman. Поддержка, сопротивление, ya'ni qarshilik и поддержка borda. Ha. Mana bu yerda bozorda grafikini ko'rsatib qo'ygan. Bu nimadirning narxi, tasavvur qiling, tillaning narxi. Ha. Mana tilla o'sgan, sal tushgan, o'sgan, tushgan, o'sgan, tushgan, o'sgan, tushgan, o'shanaqa bo'lib bozorda bitta grafik paydo bo'ldi. Ana endi buni siz mana oddiy ko'z bilan ko'rsangiz, bo'ldi, bu o'sgan, tushgan, nima bu narsa desangiz bo'ladi. Lekin treyder odam buni bittada chiziqlar tortib bilib oladi. Qaysi joy nima u, qaysi joy nima u. Biz hozir siz bilan ikkita dona уровень haqida gaplashamiz. Уровень сопротивления, уровень поддержки. Ya'ni ular to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Qarshilik darajasi, ya'ni o'sha сопротивление bor-ku. Ha. Bozorda maksimum qismida bo'ladi, ya'ni yuqori qismida. Qarang, e'tibor bering. Bozor kelgan, shu qismga yetganda pastga qarab qulagan. Pastga qarab kelib turib, yana shu yoqqa yetib kelganda yana pastga tushib ketgan. O'sha 2 marta urilgandan keyin, uchinchisida sizda nima shubha bo'ladi bu nuqta haqida? Ya'ni o'sha yerdan o'ta olmayapti bozor. Demak, bu yuqori qismida joylashgan nima bo'ladi? Сопротивление bo'ladi. Ha. Endi bozor pastki qismida ham xuddi shunaqa holat bor ekan. Bozor kelgan, buzolmagan. Kelgan, buzolmagan. Kelgan, buzolmagan. Demak, bu уровень haqida sizda nima fikr bo'ladi? U pastki qismida joylashgan уровень bilmadim. Поддержка bo'ladi-da. Ha, поддержка. Tushundingiz, a? Ha. Ya'ni yuqori qismida bozorda o'sha qarshilik qilib turibdi, pastki qismida esa uni qo'llab-quvvatlab turibdi. Ketmasligigami? Ha, lekin bu qachondir chiqib ketadi. Prosta undan oldin analiz qilib savdoga kirsak bo'ladi mana shunaqa paytlarda. Xuddi mana bunday narsa-da aka. Bozor tasavvur qiling. Analiz deydimi? Ha, analiz qilish shunday bo'ladi. Sekin-sekin kiryapmiz. Hozir faqat siz tushunmagan joyni sirasi so'rasangiz bo'ldi aka. Aha. Qarang. Bozorni bitta uyga o'xshating-da. Uyda tomi bo'ladi, poli bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ha. Endi bitta koptokchani olingda, o'sha uyga bitta pastga qarab ursangiz nima bo'ladi? Bozor o'sha polga tegadi, keyin tomga tegadi. Yana polga tegadi, и tomga tegadi. Endi tasavvur qilib ko'ring. O'sha tomda bitta teshigi bor-da. Oxiri o'sha yerdan to'pcha chiqib ketib qoldi. Tomda ustiga chiqib qoldi. Endi tomda usti tekis deb tasavvur qilsak, endi to'pcha qanaqa harakatlanadi? Endi tomda ustida sakraydi. Tushunyapsizmi? Aha. Xuddi bozor ham o'shanaqangi qanaqadir chiziqlar bo'ladi, yashirin chiziqlar. Uni ko'zimiz bilan topa olmaymiz. O'sha tradingni o'rgangan paytimizda ko'z bilan topsak bo'ladi. Bitta nuqtaga 2-3 marta urilgan chiziqlarni ko'rib qolsak, demak o'sha yerda qanaqadir pol yoki tom borga o'xshatib topishimiz kerak. Buni real bozordan ko'ramiz endi. Hozir bizga shunda mana bu shamchilarni o'rganish ham muhim
Nima o'sha? Albatta aka, bu bozorni harakatidan nima deydi, misolda harakatini Ha. o'rganishimizga yordam beradi. Aka, mana e'tibor bering, men sizga bitta chiziq tortib beraman. Mana shu zonadan bironta urovень ko'ryapsizmi ko'zingiz bilan? Bir xil joydan, deyarli bir xil joydan qaytgan. Endi rovna emas, deyarli bir xil joydan qaytgan. Bilmadim aka, tushunmadim. Mana aka, yuqori qismiga e'tibor berdingizmi hech bozorni? Mana shu chiziqni tortaman, e'tibor bering. Bozor deyarli bir xil joydan qaytgan. Mana Ha. Ha. degan, urilgan, yana tushgan. Urilgan, yana tushgan. Urilgan, yana tushgan. Urilgan, yana tushgan. Bu urovень qanaqa urovень bo'ladi aka? Tepa qismida joylashgan. Boya nimadir dedingiz, shunaqa urdi. Сопротивление aka. Ha, сопротивление. Agar pastki qismida bo'lib qolsa-chi? Pastki qismida bo'lsa, поддержка dedik-ku. To'ppa-to'g'ri aka, поддержка. Mana e'tibor bering. Yana bitta joy chizib beraman. Mana shu chiziqning orasi, boshqa joyga qaramang. Mana shu yerda уровень сопротивления yoki уровень поддержка bormi? Urovень поддержка bor. Qayerda aka? Pastida bitta, ikkita. To'ppa-to'g'ri aka, mana qarang, pastki qismini уже topdingiz. Mana bir xil joydan qaytgan bozor. Ha. Mana yuqori qismida ham deyarli bor, tepada ham mana 1 marta, 2 marta, 3 marta qaytgan. Ha, cho'paga ham hisob mana kichkinasi. Ha, kiradi aka. Cho'pan masalan o'sha soyasida bozorda, o'sha joyga chiqib tushgan. Ha. Mana endi qarang aka. Men sizga boya aytdimki, to'pchani o'sha pol bilan tomni orasida o'ynashib, urilib, oxiri tomni teshigidan chiqib ketgandan keyin tomni ustiga chiqib sakraydi dedim, ha? Ha. Mana endi e'tibor bering. Mana bu qism aka nima edi? Уровень сопротивлениямidi? Ha. Bozor 1 marta keldi, buzolmadi. 2 marta keldi, buzolmadi. 3 marta keldi, buzolmadi. 4-chisida buzib o'tdimi? Ha. Endi qarang bozor nima qildi. 4-chisida buzib o'tib, yana qaytib, shuni ustiga tegib, keyin ko'tarildi. Ha. Ko'rdingizmi mana? O'sha narsa, ya'ni hali to'liq kirishamiz, bularga faqat hozir yana yuzaki ko'rib ketaveramiz. O'sha уровень поддержкani ishlashi, ya'ni pastki qismiga kelganda buy savdosini ochamiz, tepa qismiga chiqqanda sell savdosini ochamiz. Hozir qanday ochamiz, sell nima, buy nima, hozir umuman kerak emas. Shunchaki bozorda уровень поддержка, уровень сопротивленияni bilib tursak bo'ldi. Keyingi darsimiz to'liq o'sha savdoga qaratamiz. Ha, xo'p. Mana bu yoqda misollar ko'rsatilgan aka. Tepa qismi mana 1 marta urilgan, 2 marta urilgan, 3 marta urilgan. Uje bu yerda urilishi buzib o'tib ustiga tegib keyin ketgan. Bu yoqda mana 1 marta urilgan, 2 marta urilgan, oxiri buzib o'tib tepa qismidan ustiga sakragan mana. Tepada paydo bo'lgan, pastda paydo bo'lgan har xil joylarda ko'rsatyapti. Endi aka уровеньni o'rganib oldik. Уровень qanaqa chizilar ekan? Tekis chiziqdan iborat ekan, ha? Ha, tekis chiziqdan. Tekis chiziqdan. Lekin endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu trend chiziqlari. Ya'ni trend chiziqlari aka qiyshiq chiziladi, ya'ni gradus ostida chiziladi. Mana bu yerda misol qilib ko'rsatilgan. Bozor e'tibor bering. Mana shu chiziqni tortgandan keyin rostdan shunga tegib ko'tarilganmi? Ha. Mana qarang, bunga tekkan, ko'tarilgan. Demak, qiyshiq chiziq orqali tortsak bironta chiziq, buni nomini trend liniyasi deb nomlaymiz. Mana shu trend liniyasiga yetib kelganda savdoga kiramiz. Qanaqa savdo hozircha shart emas. Ha. Bu yerda yana bitta misol. Endi mana qarang, bu pastki qismidan chizilishi edi bozorning. Ya'ni pastki qismlari bir xil joydan qaytyapti. Keyingi slaydimizda tepa qismlari bir xil joydan qaytyapti. Rostdan qarang, qiziq narsa, tepasidan bir xil joydan qaytyapti. Ha. Bunisini ham nomi trend chizig'i deyiladi, tepadan chizilgani. Ha, bir xil aka. Aha. Qarang. Trend chizig'i, уровень chizishimiz uchun eng kamida nechta nuqta kerak bo'ladi? O'zingizning taxminingiz. 3 ta. 3 ta. U ham to'g'ri, lekin 2 ta nuqta yetarli. Uchinchisi uje biz uchun bu analiz bo'ladi. Uchinchisi ham keladi chetga deyishimiz. Aha. O'zi chiziq tortishimiz uchun 2 ta nuqta kerak bo'ladi-da. Любой masalan, matematikada ham xuddi shunday. 2 ta chiziqni 2 ta nuqtani birlashtirsak chiziq bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Mana bu yerda bozorda analiz qilishgan endi. Tepa qismidan trend liniya tortishgan,
Bu yoqdan trend liniya tortgan, bu yoqdan trend liniya tortgan. Shu yerlarda rostdan ham o'sha chiziqlarga urilib bozor tepaga ko'tarilgan. O'sha urilishidan oldin biz savdoga kiramiz, ko'tarilgan paytda foyda qilib olamiz. Aha. O'chib qoldi aka. Bo'ldi aka, hozir. Ming bor uzr, anani bosib yuboribman telefonimni. Mikrofonimda. Eshitilyaptimi bolalar? Ha, eshitilyapti. Bo'ldi. Trend liniyalari ham demak tushunarli. Hozir men uni bozordan ko'rsataman. Endi trend liniyasini real bozordan topib ko'ramiz. Bozorga e'tibor bering aka. Mana bu ko'tarilishga e'tibor beramiz. Mana bu ko'tarilishga. Trend liniyalari eslab qoling, ko'tarilayotgan paytda yoki tushayotgan paytda paydo qilinib ketiladi. Ya'ni bozor ko'tarilayotgan paytda yoki tushayotgan paytida. Mana bu nima topdik? Biz hozir ko'tarilayotgan narsani topdik. Trend liniya chiza olamanmi shu yerda? Ha, chiza olasiz. Bir xil joydan qaytgan, mana bu yerga e'tibor bering-da. Ha. Mana. Hozir. Mana. E'tibor bering mana. Bu yerda svechalar bitta urilgan, 2 marta urilgan, 3 marta urilgan, 4 marta urilgan, oxiri 5-chisida buzib o'tgan. Ha. Xuddi shunday mana trend liniyani endi tepadan tortilishini ko'rsataman. Mana tushib kelayotgan bozorda tepadan bunday trend liniya tortadigan bo'lsak, mana 1 marta urilgan, 2 marta urilgan, 3 marta urilgan, mana 4-chisida oxiri ozgina yana qaytib, yana buzib o'tib ketgan. Ya'ni bu bozordagi trend liniyalar bo'ladi. Demak, qarang, biz bugungi darsda nimani o'rganishimiz kerak edi, nimani o'rgandik. Bozorda uровень поддержка chizish, trend liniyalarni chizish hamda svechalar bo'yicha analiz qilish. Ya'ni svechalarni doji hosil bo'lganda bozor razvorot beradi. O'sha narsalarni topishimiz kerak edi. Mana o'sha narsalarni topdik. Xo'p, hozir yana nimani ko'rishimiz kerak edi? Agarda mana bozorda mana bunaqangi holat bo'lsa, nima bunaqa chizyapti, tushunmayapman. Masalan, bozorni taxmin qilaylik, mana shu grafik aka. Mana shu holatda bozorda nima topsam bo'ladi bu yerdan aka? Nimani ko'ryapti ko'zingiz masalan? Bu tarafda tepaga ko'tarilgan chiziq. Trend liniya tortsam bo'ladimi? Ha, trend liniya. Pastdan ham tepadan ham. Masalan, bu yerdan bu yergacha tortsam trend liniya bo'ladi mana. Hozir mana bu darsimizning uyga vazifasi quyidagicha bo'ladi. Hamma saytga kiradi. Men saytni yozaman. Mana Trading View sayti. Mana sayt nomi. Bu videoda saqlanib bo'lib qoladi. Trading View saytiga kiramiz. Ro'yxatdan o'tishni hamma bilsa kerak, mana. Ro'yxatdan o'tib, mana tekin bu sayt, ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin produkt bo'limidan super chartga o'tamiz va bizda mana bunaqa grafik ochilinadi, mana. Endi mana bu yuqori qismida poisk turibdi, ko'ryapsizmi? Mana shu qismdan biz euro USD. Bu yerdan biz poisk berib, bironta valyutni para yoki tillani topib olishimiz kerak. Masalan, tilla nima deb nomlanadi aka Forexda? Birinchi videoni ko'rgan bo'lsangiz ayta olasiz. Esimdan chiqib qoldi. Gold deb tag yozib qo'ydik.
How USD aka qarang, esingizdan chiqmasin. Hamma darslarda yana yodlab chiqing. How USD deb yozaman, mana How USD ni tanlab kiraman. Uyga vazifa quyidagicha: How USD ni kirib parasiga kirganimizdan keyin tillaga kiradi hamma How USD ga. Undan keyin qarang, poyezd yonida mana yerda 1m deb turibdi mana. Bu 1 minut time frame edi. Esingizda bo'lsa, o'sha shamlarni ochilib yopilish vaqti. Vaqti. Buni 1 soatlikka o'tkazdirib olamiz, mana 1 soatlikka. Grafikni to'g'rilab olamiz. Mana mishkani olib kelib, mana buni qimillatsangiz, mana bunday qimillab to'g'rilanadi. Yoki mishkani mana bunday rolikchasini aylantirsangiz, bozor yig'ilib bunday ochilinadi. Menda mishka yo'q. Kompyuter yo'q menda. Telefonda ham programmasi bor aka, sizga tashlab beraman. Unda bo'ladi, kompyuter yo'q. Xuddi shu programma aka, xuddi shu programma. Chekada trend chiziqlari bor, o'sha chiziqchalardan birontasini olib, ya'ni mana shu trading saytini ham o'rganib chiqamiz, polniy. Bu vazifa uyga faqat o'rganib chiqish. O'zingizlar ishlatib ko'rasizlar, keyingi safar tushunmagan joylarni o'zim tushuntirib beraman. Trend liniyalar tortib, o'sha trend liniyalarni skrinshot qilib gruppaga tashlaymiz. Men buni telefonda qanday qilishlik kerakligini kompyuter yo'qlarga tushuntirib, o'sha videosini tashlab beraman. Xo'p. Ya'ni aynan telefonda qanday ishlatishimiz kerak, video rolik olamanda bitta. O'shani uyga vazifani qanday qilishligimiz kerakligini olib tashlab yuboraman. Sizlarga vazifa urovень topish, o'sha bozorda сопротивление, поддержка уровеньlarini topish, trend liniyalarni topish, undan tashqari doji ham o'sha boya ko'rsatgan hamma svechalarim bor-ku, o'shalarga bitta ikkita misol topish. Ya'ni misol uchun mana qanday uyga vazifa qilasiz? Mana bunday topasiz, bozorda qaraysiz, bu yog'ini qaraysiz, narxda o'sganlarni. Mana aka misol uchun deysiz, mana bunday belgilaysizda, mana bu qismda doji bo'lgan. Mana bozor tepaga ketdi deb mana shuni skrinshot qilib olib tashlaysiz. Nimaga tepaga ketgan desam, bu yerda doji bo'lganda, doji bo'lgani bu degani bozor pastga qarab ketayotgan bo'lsa, tepaga burilib ketadi. Tepaga qarab ketayotgan bo'lsa, pastga burilib turib yuboradigan svecha deb aytishinglar kerak. Tushunarli bo'ldi, ha? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir videoni anonsini tashlayman, uje saqlanishni bosaman. Hozir qanchadan beri uje dars? 40 minut bo'lib qolibdi. O'zi onlayn darsda masalan 1 soat, 2 soat dars qilsak, bu nabortiga miyaga kirmay qoladi. Undan ko'ra mana shunaqa 40 minut, 1 soat qilib, darslar sonini ko'paytirsak, menimcha hammaga tushunarli bo'ladi. Videoni tashlayman, uyga vazifani ham bugun kechgacha tashlab qo'yaman. Ko'rib, boshqatdan o'rganib, YouTubedan ham o'zingizlar qidirib topib, aniq qilinglar. Ya'ni iznalinglar o'zingizlar ustingizlar. Xo'p aka. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Bo'ldi. Uyga vazifalarni tekshirib olaman. Aka, o'zingiz ustingizda ishlang, videolarni ko'ring, savollar bo'lsa bemalol yozavering. Xo'p aka, xo'p. Mayli, rahmat. Tushunmaganim bo'lsa o'zingizga aytaman. Xo'p. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p.